Jarayonlar yakunlanmoqda. Reyslar har kun amalga oshirilyapti. Kimdan kim shunday komfortabilni davlat tomonidan qo'yilgan reys va avtobuslarga ketmoqchi bo'lsa, ishonchli nomerlarimiz ekranda turibdi. Bemalol o'z joylarni band qilishingiz mumkin. Avtobuslarimiz har kuni amalga oshirilyapti. O'zbekiston Rossiya Kazakskiy nomerda avtobuslar reysiy hisoblanadi. Reysiy avtobus degani bez dokumentlar bemalol kelib avtobusga o'tirib bez rasot ketasiz degani emas. Azizlar, shuni inobatga olib qo'yiladi. Bez dokument bo'lsa, cho'ntagingizda 8900 rubl so'voling. Mo'sh 300 rubl rasot qilasiz. Mo'sh 5000 rubl. Mo'sh 7000 rubl. U yo'l. Lekin starchi vodiylarni tayyorlab qo'yamiz. Iloji boricha sizlarga yordam qilib olib ketadi. Yuk, qo'shimcha narsa necha kunda yetib boradi. Hozir hammasini so'rang. Mana yo'lda necha vodiylarimiz aytadi. 1 kilo, bitta yo'lovchiga necha kilo yuk mumkin? Qancha so'm? Bitta so'mkaga pul olinmaydimi? 3 kilogacha olaveradi. Bitta so'mka besplatga, to'g'rimi? Kilosini tortib olmagasizlar hech bittasidan, to'g'rimi? Shu paytgacha. Lekin misolni bitta sumka 30 kilo bo'lsa ham mayli yuklaysiz. 100 kilo bo'lsa ham mayli, vatandoshlar bitta sumka 300 rubldan tamoshli расходni vodiylar o'ziga oladi degan gap so'zlar bo'lyapti. Shu narsani nima deysiz siz? U kim uchun olinadi? 300 rubldan endi yukni ko'tarib o'tmaslik uchun, tamoshli yordam tariqasida yig'iladi. Chunki ular yukni tushib, ko'tarib, bor hamma yerinadi-da. Shu narsa vaqtdan ham unumli foydalanish maqsadi, to'g'rimi? Vaqtdan unumli foydalanish. Necha soat yoki kun hisobidan necha kunda yetib borilyapti? Endi bu yo'lga bog'liq. Yo'lda qancha dan xodimlarni to'xtatib vaqtimiz ko'p olmasa, optimal eng uzoqqa yetib borganingiz bilan eng tez yetib borganingiz qanaqa bo'lgan? 2,5 sutkada yetib. 2,5 sutkada, to'g'rimi? Aziz vatandoshlar, mana uzog'i bilan 68-70 soatda bemalol ona vatanga kirib borsa bo'ladi, to'g'rimi? Bizga ishonib kelishaversinmi? Nima deysiz mana? Kelishsin. Bemalol biz aldab bundan qilinmaydimizda. To'ppa-to'g'rimi? Mana UzAvtotrans xodimi, vodiylarimiz mana necha yil stajga ega siz? 35 yil stajga ega bo'lgan xodim mana birgalikda biz bilan turibdi. Tanlovdan adashmanglar. Eng yaxshilarni tavsiya qilamiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling. Qo'ldan kelgancha